400 so'm daftar deb zararga sotayotgan ba'zi bir insonlar. Kelinglar, bu kiloga daftar ruchkani trendga aylantirgan attigi mo'l bo'ladi va bu xalqqa eng yaxshi sifatlisini ilinadi. Kilogramli daftarlarni sifatsiz deylar. Daftarlarni pulini boshqa mahsulotdan mindirib olsizlar deylar. Kelinglar, bitta achchiq haqiqatni aytaman. Bu ideyani kilogramga sotishni atigi 3 yil oldin qilgan. Bu kreativ marketing strategiyasi. Mahsulotni arzon sotish yoki bozorni sindirish uchun qilinmagan. Endi esa qolgan mahsulotlarning narxi bilan tanishtirib o'taman. 50 xildan ortiq rangli qalamlarimiz, eng arzonidan tortib brendiviy qalamlarimizgacha. Qalamlarimiz 3,5 ming so'mdan boshlanib, mana bu brend Deli Signum firmadagilar 170 minggacha ham qalam, ham flomasterlari bor. Penallarimiz 5 mingdan 55 ming so'mgacha. Albomlarimiz 2,5 ming so'mdan 25 ming so'mgacha. Turkiya sifatidan qolishmaydigan, bolaga allergiya bermaydigan ko'ylaklarimiz 55 ming so'mdan boshlanadi. Bog'cha, maktab, universitet uchun keng assortimentdagi popkalarimiz 30 ming so'mdan boshlanib 229 ming so'mgacha. Bu hali hammasi emas. Juma hadyasi sifatida sumkalar va sizga eng kerakli bo'lgan mahsulotlarni nerealli narxlarni e'lon qilamiz. Buning uchun siz bu videoni maksimal darajada tarqatib, like bosib, obuna bo'lishingiz kerak. Biz sizni atagida kutib qolamiz.